Mana qizlarjonlar, ayolimiz keldi bizaga. Homiladorlar, 2 qatli ko'rvanmiz, 5 haftalik 2 qatli mana 5 haftalik 6 hafta 6 kunlik bo'lish kerak. Pozdniy ovulyatsiya, chunki bola emizadilar. Mana endi bolachasini ko'rsatsam, mana bunda o'tiribdi. Bu ko'tarib kirib keldi, qo'lida telefon, seni traktorda. O'rtoqlar, ozginagina bola emganda organizm pustoy bo'ladi. Siz bolani boqvasiz. Qorningizda ham bola bor. 2 ta organizmga bo'linishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz bilan 3 ta organizmga. Ozginagina bolani to'xtatib, emizishdan o'zimizni hurmat qilib, to'liq tekshiruvdan o'tib, mazok, siydik, qon topshirib, hammasi joyida bo'lgandan keyin 2 qat bo'lishlaring maslahat beraman qizlar. Jonlaringni lotereyaga sotib olmagansizlar, hech kim rozi ham bo'lmaydi. O'sha uchun bu haqiqat, hayot haqiqatlari. O'zlaringiz sevinglar, bunaqa yurmanglar. Endi bo'pti, boshlaysiz.